hurmatli do'stlar, xudo xohlasa mana ikkita akamizni mana Toshkentga o'tkazib oldik. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Doimiy klientlar. Kattakon rahmat. Kassaga borib olgan. Mana kassadan borib oldik o'zimiz. Ishonchli. Oq yo'l Olib kassasi. yordam berib. Kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Mana bu yerdan o'tavering sizlar shu yerga. Mana kattakon rahmat. Mayli brat, sog' bo'ling. Aloqaga chiqolmadingda. Mana opa, bu yoqqa borasiz. Qo'l tomonga, o'sha yoqdan o'tib keyin keling bu yerga. Do'stlar, xudo xohlasa Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishi bo'yicha akalarimizda chiroyli qilib o'tkazib oldik. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Doimiy klientimiz. Bu akamiz ham uyga borsa tizza bo'yi yeb icharyapti. Ko'rgan bilgan aka. Rozimisiz? Zo'r, zaifmiz. Bo'ldi, yuring. Qayerga boramiz? Mana bu yoqqa yuring. Bu tomonga olib ketdik. Hammasini chiroyli qilib o'tkazib kuzatib oldik. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Hurmatli do'stlar, xudo xohlasa Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishi bo'yicha xudo xohlasa passajirlar chiroyli qilib o'tkazib oldik. Akalarimiz bemalol murojaat qilaverasizlar. Aviakassaviyasi xodimlariga. Mayli brat, sog' bo'ling. Qayerdan ketamiz? Mana shu yerdan kirasizlar, tamom. Mayli brat, sog' bo'ling. Rahmat. Aloqada telefonlashamiz. Kelish-belishlar bo'lsa ham telefon qilaysiz. Mayli, sog' bo'ling. Faqat telefon raqamlarimizga bog'langan holda bizga kart qilasizlar. Telefon raqamlarimizga bog'langan holda kelingizlar. Xudo xolasa mana ko'rib turganlaringizdek, bularda dokumenti 100%, chunki biz passajirlarimizni smenni almashish paytiga chaqirganman. Bular dokumenti 100% bo'lgani uchun oldinroqqa kelgan. Aviakassaviyasi xodimlarining faqat nomerlariga saqlanib qilib, telefon qilib bog'landik.